O'zimizning Lacetti. Lacetti Eng qiyin servislardan bittasi bu elektronika. Именно mashinani elektronikasi hisoblanadi, chunki odamni nervniy sistemasi qanaqa tuzilgan bo'lsa, mashina ham elektronniy sistemasi xuddi shunaqa tuzilgan hisoblanadi. bu kuzovnoy seximiz hisoblanadi. Ustamiz Ulug'bek akam, katta ustam. Qaysi viloyatdansiz aka? Andijon. Andijon, da, Andijonlik akam. Bu akalarimiz duradgor akalar. Duradgor deymiz bular. Odamzod mashinani qanchalik darajada xunuk holatda olib kelmasin, shu duradgor akalarimiz xizmatlari bilan birga mashinani tashqi tarafdan juda chiroyli shu darajaga olib kelishadi. Shuri aka, elektriklarni qiziqtirgan savol. Yevropada elektrik sohasidagi mutaxassislar eng kam daromad va eng ko'p daromad qanchagacha topish mumkin? Nima yo'q servisda? Hamma narsa bor bo'lib chiqyapti. Shukr, Allohga shukr, hamma narsa. Elektrik bor, kuzov bor, vulkanizatsiya, balansirovka, mexanik, motorist. Hammasiga yordam beramiz. Hammasi o'zimiz bilan birga bo'ladi. Birgalikda ishlaymiz. Ko'ngil berib, tushunmagan joyga yordam berib. Hozirgi paytgacha aka ChatGPT, programmirование degan narsalarni bilasizlar. Mashinada ham hozir eng muhim narsa programmirование. Mashina borgan sari aqlli bo'lib turib ketadi. Yordam kerak bo'lsa, yordamni ham qilamiz aka. Nimaga yo'q? Vatandoshimiz, yurtdoshimiz o'zimizdan chiqadi. Shu Polsha bo'yicha Xudoga shukr nomimizda chiqqan, bizaga boshqa joydan palaklar mashinasini jo'natib turib, qildirib turib, davomli bo'lib turib qaytib ketish. Ishga olishda qaysi jihatlariga qaraysizlar? Chunki O'zbekistondan kelishadi, inomarka yo'q, baribir tushunishmaydi-yu ko'pincha. Faqat oldinga intilganimiz bor, lekin orqaga qaytganimiz yo'q. Kattakon rahmat sizga, ajoyib intervyu uchun. Ishxonangizga baraka tilaymiz. Endi hunar bo'lsa, любой joyda ishlasa bo'ladi. Hunar bo'lishi kerak. Hunar bo'lsa, eng avvalo. Shunday. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Varshovadan alangali salom. Otabek aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Rahmat. Otabek akamiz, o'zimiz vatandoshimiz mana shu Varshovadagi katta servislardan birini menejeri hisoblanadilar. Mana shu yerda ish boshqaruvchi lavozimida vatandoshlarimizga o'z yordamlarini ko'rsatib kelmoqdalar. Otabek aka, bu avtoservis qachondan beri o'z faoliyatini olib boradi? Nechta odam ish bilan ta'minlangandan keyin vatandoshimiz va qanday sohalarda xizmat ko'rsatadi? Avtoservisimiz 2017-yildan beri o'z faoliyatini olib boryapti. Hozirgi kunda 12 ta, 13 ta xodim bilan ish bilan ta'minlangan. Hammasi o'zimiz vatandoshlar. O'zimiz vatandoshlarimiz qiladigan ishlar o'zimizni xalq tilida aytganda развал схождения. Keling, razvalda bir ko'rsatib yuboring. Iloji bo'lsa, mana shu razvalda bir obzor qilib bersangiz, qanday ustunliklari bor. Eshitishim bo'yicha Varshovada bitta, ya'niki o'zbeklarning orasida. Ha, o'zbeklarning ichida xalq tilida aytganda развал схождения bitta. Bu yerda qilingan ish mashinani avtomobil harakatlangan vaqtda rulni o'sha boshqaruvchini tutganda mashina tekis ketishi kerak. O'ngga, chapga ketishi kerak emas. O'sha narsani bu yerda remont bo'ladi. Ya'niki til masalasida qiynalgan vatandoshlarimiz to'g'ri sizlarga murojaat qiladi. Polshada bitta развал схождения o'zbek servis ichida bitta bizning servisimizda ko'pchilik tildan boshqa narsadan qiynalish mumkin. Bor ukrainsklar, belarus, polyaklarda ham bor развал схождения. Lekin ularda tildan qiynalishi mumkin. Shuning uchun bizda развал схождения bor. Kelsa, o'chot hammasi bor, qo'yib chotga tekis qilib beramiz, muammo yo'q. Da, tushunarli. Unsa nargi tomondan bir obzor qilib bering. O'zimizning Lacetti. Ha. Lacetti. Xo'p, yana bitta qilingan ishlardan xalq tilida aytganda vulkanizatsiya, ballonlarni alishtirish, yozlikni qishligiga, qishni yozligiga Yevropa hududida o'zini vaqti, o'zini chistosi kelgandan keyin qishni yozlikni qishligiga alishtirish shart. Ballonni alishtirib beramiz, vulkanizatsiya xizmati bor, balansirovka xizmati bor, disk remont xizmati bor, diska pokraska, qirilgan sarapina bo'lgan disklarni remonti hammasi bor. Demak, ballon tarafdan razval, vulkanizatsiya hammasi keladi, ishi bitta joyda bitib ketadi. Bitada hammasi. Zo'r aka. Bu tomonda bokslaringiz qanaqa? Bu tomonda hop mexanikaniki. Tak, Otabek aka, bu adashmasam mexanik xona deyiladimi, qanday? Mexanik servisi, bu yerda avtomobilni dvigatel qismi, korobka qismi, uzatmalar qutisi. Ha. Bu oldin orqa ходовой shu mexanический tomondan bo'ladigan hamma ishlar shu joyda bitadi, shu yerda bitadi. Moy almashtirish hammasi. Moy almashtirish, korobkani misol uchun almashtirish, korobkani remont qilish, dvigatelni remont qilish, dvigatelni
boshqatdan ochib yopib alashtirish hamma ish shu yerda bitadi. Svarkasi, glukosli, tormoz sistema, ABS sistema hammasi bitadi. Bu yerda bir mashina ko'targanda 4 ta mashina sig'adi. 4 ta mashina bitta vaqtda sig'adi. Bittada xizmat bo'lishligi mumkin. Bittada 4 ta mashina xizmat ko'rsata oladi. Svarka bo'yicha alohida burchada joy bor. Texnika bezopaslikka to'g'ri kelishi kerak. Qolganlari motor, ходовой, hammani o'zini yo'nalishi, hammani o'zini sohasi bor. Tushunarli. Akalar moy almashtiradi, ishlasam. Hozir u yerda головка yechilyapti. Tushunarli. Motor головкasi, prokladkasi tushgan. Головка yechiladi. Bu mashinada hozir antifriz ukashkasi bor. Radiator alishyapti. Hop, u mashinada ходовой bo'ladi. U mashinada svarka bo'lyapti. Svarka xizmati ham istalgan turdagi svarkani istalgan turga qilib bera olamiz. Istalgan turiga. Ha. Eng qiziq bo'yi nargi tomonda aytish savol yodimdan ko'tarilibdi. Vulkanizatsiya va balansirovka bo'ladigan bo'lsa, mana shu bir kishi ishlaydigan bo'lsa, oylik maoshi qanday chiqadi? Eng kami, eng ko'pi savdoga qarab. Mana shu xodimniki. Bu xodimniki hop o'rtacha 5000 zlotdan 8000 9000 zlotgacha. Adashmasam dollarga 1200 dollardan 2200 dollargacha savdoga qarab. Savdoga qarab. Sezon bo'lsa, yaxshi pul, yaxshi anaqa qiladi. Balansirovka va vulkanizatsiya. Vulkanizatsiya, balansirovka bitta odam ishlaydi. Motorist, mexanik, oylik maoshi qanday ajratib berasizlar? Motorist, mexanikka keladigan bo'lsak, o'rtacha 6000 zlotdan 9000 10000 zlotgacha bir oyda pul topsa bo'ladi. 1,5 dollardan 2,5 minggacha borar ekan. Topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Mehnat qilsa, yaxshi ishlasa, jon kuydirsa, Ishchilarni misol uchun ishga olishda qaysi jihatlariga qaraysizlar? Chunki O'zbekistondan kelishadi, inomarka yo'q-ku baribir tushunishmaydi-yu ko'pincha. ishga olish jihatidan Test qilasizlarmi, sinov berasizlarmi? sinov, испытательный срок bo'ladi. Bir hafta 10 kun испытательный срокda ishlaydi, ishini ko'rsatadi, qilgan ishlari, topshirgan ishlarini kelib chiqib, keyin yana договор olib boriladi. Misol uchun siz katta mastersiz, katta ustasiz, o'zingiz ham o'rgatib yuborasizmi? Ha, Bu joyiga qarash kerak. Bilmagan odamga yordam Misol uchun qilib, nemetskiy qo'lga mashinalarni ochish qiyin deyishadi, yapon, koreys sal osonroq deyishadi. O'shani sal o'rgatib yuborasizlarmi beramiz. o'zingizlar? Hammasini o'ziga yarasha qiyin joyi bor. Hammasiga yordam beramiz. Hammasi o'zimiz bilan birga bo'ladi. Birgalikda ishlaymiz. Ko'ngil berib, tushunmagan joyga yordam berib, bir-birimizga yordam qilib ishlaymiz. Hammasi o'zbek. Siz o'zingiz qachon kelgansiz? Qanday bunday darajaga inomarkalarni tushunib qolgansiz? O'zbekistonda inomarka yo'q-ku. O'zbekistonda hozirgi kunda yetarli darajada inomarka, xudoga shukr O'zbekistonda kelishimiz, kelganmiz, o'rganganmiz. Endi ishni bilib, Siz ham aynan shu yerga kelib inomarka o'rganganmisiz? shunaqa rosa ham bo'ladi. Da. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa kelib o'rganganmiz. Почти prinsip, почти hamma mashinaga bir xil, faqat joylashishi, ishlashi sal boshqacharoq. Почти hamma O'zbekistonning mashinalari почти bir xil. Bu yerda farq qiladigani gibrid mashina, dizel mashina. O'zbekistonda dizel kam. Dizel deyarli yo'q. Shu yuzidan ham ko'pchilik dizelni yaxshi tushunib berolmaydi. Tushunarli. Dizel, gibrid hammasi farqi yo'q, qilaveradi bu yerda. Da. Elektromobil yo'q ancha. Elektromobil bor, основной развоз схождения, balansirovka, shunaqa mayda-chuyda narsalarga keladi. Batareykani servisiga yo'q. Batareyka servisimiz yo'q, lekin gibrid mashina batareykasini polni alishtirib remont qilamiz. Gibrid mashinanikini batareykasini qilamiz. Tushunarli. Bir ofisni obzor qilib bering. Katta ustalar chiqishyapti. Bu yer ustaxonani ofisi hisoblanadi. Assalomu alaykum Farruh. Qani yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Farruh vatandoshimiz, ish boshqaruvchi menejer lavozimida faoliyat olib boradilar. Tak, Otabek aka, shuni olib turay. Farruh vatandoshlarimiz misol uchun bu yerga xizmat olganda kelishadi. No. Eng qiyin, misol uchun qiynalgan servisingiz yoki xizmatingiz qanday? Eng qiyin servislardan bittasi bu elektronika. Imенно mashinani elektronikasi hisoblanadi, chunki odamni nervniy sistemasi qanaqa tuzilgan bo'lsa, mashina ham elektronniy sistemasi xuddi shunaqa tuzilgan hisoblanadi. Bu degani
Mashinani har bitta ish yuritilayotgan faoliyati, har bitta dvigatel qismi, datchik qismlari hammasi взаимосвязанно gaplashishadi. Bu eng qiyin sohalardan bittasi kelib chiqib turib, bunga samo собой birinchi bo'lib turib elektrik qo'li urish kerak. Vulkanizator ham kerak bo'lsa qo'lini uradi. Uni orqasidan oxiri elektrik deyish. Elektrik ham 3 ta chaska bo'linadi aka. Aha, yo'q. Da. Bu mashinani miyasi bilan gaplashadigan elektriklar bor, mashinasini provodkasini qiladigan elektrik bor, issishlik deymiz, mashinani problemasini qidiradigan bor. Elektrik bir dona bo'la olmaydi. Eng qiyin faoliyati, eng qiyin sfera mana shu elektrik deb o'ylayman. O'zbekistondan elektriklik kelsa, nimani o'rganib kelishsa, nimasiga misol uchun mustahkamlab kelishsa, maslahatingiz? Hozirgi paytgacha aka ChatGPT, programmirование degan narsalarni bilasizlar. Mashinada ham hozir eng muhim narsa programmirование. Mashina borgan sari aqlli bo'lib turib ketyapti. Shuni hisobiga mashinalarni hozir faqat programma sohasida agar mashina bilan gaplashsa, bez problem bu mashinani aybini topish, to'g'rilash va faoliyat ko'rsatib to'g'ri yo'lga boshlash mumkin. Imенно servis mobaynida. Shularni o'rganib kelishsin. Mana O'zbekistonda servislarda zapchaska bor, Urus bozorga tush, eski bozorga tush. Sizlar misol uchun oddiy kompyuterdan, ya'niki onlayn zakaz beraverasizlar, olib kelib berishadi. Da, to'g'ri. Biza 3 ta 4 ta как бы оптовый magazinlar bilan сотрудничество qilamiz. Ular bizning o'zimizdan klient kodlar bor. Ularga zakaz tushgandan keyin kuniga 5 marta, 3 marta, 6 marta bizga dostavka bor. O'zlari dostavka qilib beradi Ular zapchas. o'zlari hamma narsani Siz dostavka chiqib bozorga yurmaysiz, kalotkazlar. Yo'q. Bu yerda katalogimiz bor, elektronniy katalog. Olasizlar ko'rsatishim mumkin bu narsani. Elektronniy katalog bilan xohlagan mashinangizni topib turib, zakaz qilishingiz mumkin. Sizga mashina sirasi olib kelib beradi bizda. Vaqtingiz bo'lsa bir elektriklan boksini bir obzor qilib bering. Bo'ldi, ketdik. Farruh, ish jarayonini bir tushuntirib bering. Bu kuzovnoy seximiz hisoblanadi. Ustamiz Ulug'bek akam, katta ustam. Qaysi viloyatdansiz aka? Andijon. Da, Andijonlik ekan. Bizning servisda kuzovnoy работа degan narsa bor. Bu рихтовка, шпаклевка, покраска и собирание деталей. Da. Bu proses eng qiyin proseslardan bitta, juda qiyin ishlardan bittasidan hisoblanadi. Bu akalarimiz duradgor akalar. Duradgor deymiz bular. Odamzod mashinani qanchalik darajada искаженный deydi. Xunuk holatda olib kelmasin, shu duradgor akalarimiz o'zini xizmatlari bilan birga mashinani tashqi tarafdan juda chiroyli ish qilib turib, ish jarayonini yuritib turib shu darajaga olib kelishadi. Bu protsessi qiyin narsa aka. Da, albatta. Bu miyatina любой narsa chiqariladi. Juda, bu yerda yamalani ham kerak bo'lsa, plastiklar yamalishi bor, metallar varka qilinishi bor. Mashinani chirigan joylarini biz kesib turib boshqa narsa varid qilishimiz bor. Nima yo'q servisda? Hamma narsa bor bo'lib chiqyapti. Shukr, Allohga shukr, hamma narsa. Elektrik bor, kuzov bor, vulkanizatsiya, balansirovka, mexanik, motorist. Hammasi bor. Nima yo'q? Nimada kamchilik? Bizga yo'q. Behisob shukr agam, kamchiligimiz yo'q. Xudoga shukr, hozirgi jarayonda 7 yil mobaynida bu servis ishlayapti. Faqat oldinga intilganimiz bor, lekin orqaga qaytganimiz yo'q. Da, yildan yilga rivojlanishni biz ko'rib boramiz, shuning uchun ham tashrif buyurdik. Plus ishim bo'yicha страховка ham qilib berasizlar, texosmotr ham qilib berasizlar. Da, bu yo'nalishlar ham bor. Endi o'zimizning akalar kelib turib, bilmasdan turib, Polshaning qonuni bo'yicha 1 sutka 24 soatda страховка o'tkazib olsangiz, bu 1800 zlot shtraf. 72 soatda 8500 zlot shtraf. Texosmotrsiz usha olishsa 16 ball, 24 ballda уже годовой lishini qilishyapti. Texosmotrsiz usha olsa 1600 zlot, $400 degan shtraf. O'shanaqa narsalar kelib chiqmasligi uchun akalar kelib qolsa, bizning oldimizga texpasportlar qo'limizga tushib qolsa, biz bu narsani tekshirib turib, akalarga maslahat beramiz. Yordam beramiz. Yordam kerak bo'lsa, yordamni ham qilamiz aka. Nimaga yo'q? Vatandoshimiz, yurtdoshimiz o'zimizdan jigarli. Da. Men o'zim ham ko'p ishim tushgan. Mana shu Farruh qo'llari dard ko'rmasin, juda ham ko'p yordam bergan hamma narsa bo'yicha. Texosmotr, sug'urta, kuzov hammasiga yordam bergan. Bo'lmasa, bu yerdan ofis qilib berasiz bo'lmasa. Aka, kattakon rahmat bo'lsa, qo'lingiz dard ko'rmasin. Xo'p bo'ladi. Xo'p.
Do'stlar, bu yer elektrik xonasi hisoblanadi. Shuhrat akamiz o'zimiz vatandoshimiz Samarqand viloyatidan, Samarqand shahridan. Shuhrat aka, bir ishxonangizni obzor qilib bersangiz vatandoshlarimizga. Qanchadan beri bu yerda ish faoliyati olib borasiz? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi. Eng qiynalgan elektrik sohasidagi avtomobil markasi. Eng qiyini sizga nima qiyinchilik? Qaysi markalarga qiynalasiz? Qiynaladigan mashinamiz endi yo'q bu aka. Hammasi Audi. Shukr. Xudoga shukr hammasini qilyapmiz. Ha. Ham qilishdan yo'q. Qayerda o'rganib kelgansiz endi markani? Men Rossiyada o'rganganman. Ha, Rossiyada o'rgangansiz. Rossiyaga. O'zbekistondagi elektrik vatandoshlarimizga tavsiyangiz, misol uchun agar kelishsa ham nimani o'rganib kelsin, qayerga e'tibor berishsin? Bu yoqqa основной mashinalar gibrid mashinalari. Bu ham gibrid, Toyota. Gibrid. Основной gibrid sistemasida eng ko'p nima bo'ladigan narsa gibrid. Shu gibridni o'rganib kelsa yaxshi aka. Ishi normal bo'ladi. Shuri aka, elektriklarni qiziqtirgan savol. Yevropada elektrik sohasidagi mutaxassislar eng kam daromad va eng ko'p daromad qanchagacha topish mumkin? Haftasiga aka bo'ladi 2000, bo'ladi 2500. Zlotdami bu? Zlotda. Haftasiga $500 atrofida plus minus. Plus minus ha, shunaqa. Bo'ladi. Ishlasa bo'ladi endi. O'zbekistonda qancha aka? Hozir bundaqa sohalar. O'zbekistonda ham ishlayotganlar yomon ishlamayapti, ishlaydi. Qo'li gul ustalar yaxshi topadi baribir O'zbekistonda ham. Gibrid основной bu yoqqa eng ko'p nima ketadigan narsa gibrid aka. Kompyuter hammasini qilib berasiz. Elektronik hammasini qilib berasiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin, ishingizga omad, ishingizdan qoldirmaylik. Farruh, kuzovchilar menejer sifatida aytasiz. Eng kam ish haqi qancha oylik ajratasizlar, eng ko'pi qanchagacha topish mumkin mana shu kraska kuzov sohasidagilar. Aka, Savdoga qarab. bizlarning sohamizda bizlar shunchalik sistema qilganmizki, bir haftalik pul to'laymiz. Aha. Bir haftalik pul to'laymiz. Kuzovchikim eng kamida haftasiga topgan puli $500 yoki eng ko'pida bir haftasiga topgan puli $2100 chiqdi. Shu hafta $2100 chiqdi, chunki katta mashinalar proyektlari berildi. Ko'rib turganingizdek, nariyonda mashinalar avariya bo'lib kelgan, juda katta avariyadan kelishadi bizga Qimmat mashinalar. mashinalar ko'rdim. Porsche Taycan ko'rdim o'tgan hafta, Merz, BMW, A7, Audi turibdi. Klientlarimizni endi ishonchini olganmiz. Shuni hisobiga Amerikadan olib turib yoki boshiga balo kelib qolgan payti to'g'ri bizga olib kelishadi, chunki kачествоmizni bilishadi ekan. Asosan eng ko'p mijoz qaysi millatga mansub? O'zbek, Ukrain, Belarus. Agar biza mnogonatsionalniymiz, o'shaning hisobida manzilga statistika bo'yicha mexaniklarimga ko'proq o'zimizni davlat. O'zimiz bolalar. Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekiston, samo собой. Elektrigimga samo собой o'zimizning davlat, kuzovchiklarimga ko'pincha Ukraina bilan polaklar keladi. Ukraina bilan polaklar keladi, shu odamlar orzusini qilib turib, olgan mashinalarni olib kelib turib, shu yerda chiroyli qilib turib, yasatib turib chiqib ketadi. Instagramimizga kirsangiz, o'tgan hafta Chevrolet Corvette T6 berdi. Da, Corvette bitdimi? Da, bitti. Corvette chiqarib yubordik. Mashina juda qiyin tushdi bizga, chunki mashina steklovoloknodan qilingan. Lekin klient довольный, xursand. Mashina Ludzda ishlaydi. Boshqa shahardan kelib servis olib ketyaptilar. 150 km servis, 150 kilometrdan kelib. Da, mashina va Gdansdan to'g'ri bizga keldi. Ludzdan o'tib turib bizga keldi, bizani maslahat berishgani uchun. Bundan oldingi mashinamiz Tahoya degan mashina bo'lardi. Bilasizmi? Da, Tahoya. 5.3 litr. U mashinamiz Helldan keldi bizga. Hell? Ha. Krasnodar bilan Nemisning o'rtasida Gdyniyadan talishalishi 500 km. Da. Shu Polsha bo'yicha xudoga shukr nomimizda chiqqan, bizga boshqa joydan polaklar mashinasini jo'natib turib, qildirib turib, davolni bo'lib turib qaytib ketishdi. Yevropadagi vatandoshlarimiz yoki Polshadagi vatandoshlarimizga mana shu ofisni, ishxonani telefon raqami, ya'ni murojaat qiladigan va Varshavadagi adresini aytib ketsangiz, mana shu yerga yozib qo'yamiz. Varshavadagi adresimiz Klobutska 10A, Ravon servis, Varshava shahridan 02699 postal kod deyiladi. Telefon nomerim 884 259 307. O'zbekcha, ruscha, inglizcha, polakcha, tojikcha, turkcha
и ozgina latvcha tilda gaplashamiz. Siz Latviyada ham o'qigansiz aytmoqchi. Latviyada gaplashamiz. O'shani hisobiga akalarim xursand bo'lamiz, qo'limizdan kelgan bo'lsa yordam. Hammamiz musofirchilikda yurgan odamlarmiz. Kattakon rahmat sizga ajoyib intervyu uchun. Ishxonangizga baraka tilaymiz. Azizlar kelib qolishinglarni tavsiya beramiz. Rahmat avvalasi. Dilshod aka, Xo'p bo'ladi. Charchamang. Xo'p, Andijonlik akamiz, ismingiz aka? Ulug'bek akamiz Andijon shahardansiz, adashmasam. Andijon shahardan. Necha yildan beri faoliyat olib borasiz bu yerda? Bu yerda 7 oydan beri. 7 oydan beri. Ish qalay, komanda qalay, bolalar qalay? Zo'r komanda ham zo'r yashayapti. Qayerda o'rgangansiz ko'zuvchilikda? Birdan kelib inomarkalarga tushib ketyapsiz. Andijonda ishlaganmiz, Andijonda. 2010-yildan beri ishlaymiz. Rossiyalarga chiqamiz. Rossiyada ham shu sohada ishlagansiz? Rossiyada ham shu restoranchilik qilganmiz. Rossiyada ishlaganmiz. 7 oy bo'ldi. O'zbekistondan keladigan vatandoshlarimiz sizni sohangizdagi nima maslahat berasiz? Ko'p davlat ko'rganingiz hisobiga, ya'niki yosh ustalarga nima maslahat berasiz? O'zingizni sohangizda qayerlarga e'tibor berishsiz? Endi hunar bo'lsa, любой joyda ishlasa bo'ladi. Hunar bo'lishi kerak. Hunar bo'lsa, ham bo'ladi. Xo'p, azizlar, kattakon rahmat avvalasi hammaga. Izohlarda o'zingizni fikringizni qoldiring va albatta bu yerga Telegram kanalimizni, Instagram kanalimizni yozib ketamiz. Obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Va Yevropa haqida yana qanday intervyular kutmoqdasiz? Kommentariyada qoldiring. Rahmat.